Modaline dükanımızdagi disk gadjetlarni qisqacha obzor etib beramiz. Undan oldin adresimizni tushuntirib o'tsak, manzilimiz Adresimizga keladigan bo'lsak, Rasindada joylashgan bo'ladi, ya'ni Urganch tumanida. To'g'rimizda tuman налог inspeksiyasi joylashgan. Налогning to'g'risida o'ng tarafimizda Marjana supermarketi, chap tarafimizda esa Urganch univermagi va Urganch tuman hokimiyati bo'ladi. Qisqacha 19 marshrut to'g'rimizda o'tadi. Yana shunda Modaline deb tepamizda yozilib turibdi. Bemalol kelasiz bo'lmasa, telefon nomeringizni yozib, telefon etsangiz adresni to'liq tushuntiramiz va lokatsiya tashlab beramiz. 99lik 960 55 58. Obzorni boshladik. Mikrofon paket. shuning qutuli variantdagi narsalarimizdan bor. Детский kiyimlarimiz materiali velour. Buni pleti, ustki kiyimlari, to'ppisi, ishtoni, har xil bodilari, hamma narsasi bor ichida. O'g'il bola, qiz bola komplekti. O'g'il bola, qiz bola deb olsangizlar bo'ladi. Narxi 125 ming so'mdan. Sovg'alar uchun ham zo'rava. Keyin ben tarafdan aytib o'tadigan bo'lsam, radomdan balani olib chiqish uchun shuning pletlarimiz bor. Buni ichida o'zini pleti, keyin konverti bo'ladi. Buning narxi 72 ming so'mdan. Buning qiz bola variantlari ham bor. Bu ham dimzo'r bo'lib turadi. Ichida tekasi bor. Buning narxi 136 ming so'mdan. Keyin bu variantimiz ham bor. Buni kачествоsi dimga xushro'y bo'lib kelgan, zo'r kelgan. Ichida tekasi, o'zini pleti, keyin konverti bor. Bunun narxi 145 ming so'mdan. Keyin shuning salfetkalarimiz ham bor. Oshxona uchun ham, bolalar uchun ham ishlatsak bo'ladi. Bular 13 ming so'mdan kelgan har birisi. Keyin diski shuning platinsalarimiz bor. 100 platinsasi, keyin bayni platinsasi bor. Komplekt. Bularning narxi 65 ming so'mdan. Shuning o'zini sumkachasi bilan upakovkada turadi, sovg'a uchun ham zo'r. Keyin buning variant konvertlarimiz bor. Shokoladlar uchun 55 ming so'mdan har xil rasvetkalari bor. Keyin radon olib chiqish uchun shokoladlar gezish uchun ham sovg'alar, ko'z oydinlar uchun ham zo'r 56 ming so'mdan. Ichida to'ppisi, qo'lliki, ishtoni, keyin o'zining go'ynagi bor. Gelin go'ynaklardan qo'shilib bo'lib turadi. Murskoy ham bor. Murskoy shuning smokinglar. Bularning narxi 65 ming, 56 ming so'mdan. 56 ming so'm. 56 ming so'm. Bu ham bu to'ppichali bayni platinsa, mana yuntradan qo'lliki, machalkalari bilan ichida ochib bo'ladi. Shuning machalkasi, keyin buning qo'lqopi, keyin shuning platinsasi bor. Yosh bolalar uchun 88 ming so'mdan. Buni qiz bola, o'g'il bola variant etib olsa ham bo'ladi. O'g'il bola uchun ko'k varianti ham bor. Keyin yosh bolaning kiyimlarini solib yurish uchun shuning qulay sumkalardan bor. Buning narxi 55 ming so'mdan. Bu varianti ham shu baho 50 ming kisasida butilkalar solib yurish uchun ham, termoslarni solib yurish uchun ham qulay. Har xil ranglaridan bor. Keyin shuning maka dvoykalar bor, maka shortiklar. Har xil razmerlardagi. Bu nabor 29 ming so'm dvoykasi. Qiz bolalar uchun shuning shortikchalari bor. Bular 11 ming so'mdan, bir pachka ikkisi bor. 22 ming so'mdan to'g'ri keladi. Keyin o'g'il bola danasi 11 ming so'mdan. O'g'il bolalar uchun shuning to'ppilarimiz bor. Telpak to'ppilar 77 ming so'mdan bular. Bu varianti ham bor. Bular 68 mingdan chiqqan, orqalari shunday boylanib turadi. Buni qiz bola, o'g'il bola ranglaridan kelgan. Keyin bu varianti ham dimzo'r. İçlari qalin, issiqqina. Buni narxi 77 ming so'mdan. Keyin bu shortikchalarimizni katta razmerlarda o'g'il bola, qiz bola uchun. Keyin 24 ming so'mdan shuning to'ppimiz ham bor, kichkina bolalar uchun. Keyin bu chaqaloqlar uchun to'ppilar 24 ming so'mdan bular ham. Keyin bular qalinroq varianti 40 ming so'mdan. Buni ham kачествоsi zo'r kelgan. Keyin chaqaloqlarimiz uchun shuning 10 ming so'mdan to'ppilarimiz bor. Bular ham 24 ming so'mdan kichkina razmerlari. Keyin buning uyda kiyish uchun 3,5 ming so'mdan to'ppilarimiz bor, har xil ranglaridan bor. Bu variantimiz esa 6,5 ming so'mdan. Bu maktab yoshidagi qizlarga to'g'ri keladi. Bu 34 ming so'mdan. Keyin bog'cha yoshidagi bolalar uchun
Bunday variantlarımız bor. Bularning narxi 24 ming so'mdan chiqqan. Arqalari buni deb turadi. Keyin buning детский ishtalarimiz bor. Bular 21 ming so'mdan. Bu velour qalinroq varianti, bu yubka HB varianti. Bu ham 21 ming so'mdan. Yenglar rezinka, bellari ochilib qolmasligi uchun. Har xil ranglaridan bor buni. Ishtonchi velour varianti ham ranglaridan bor. Keyin buning noskili variantli ishtonimiz ham bor. Buni ham narxi 21 ming so'mdan. Noskisi yo'qolmaydi ham, bu oyoqning bellari ochilib qolmaydi. Keyin qizlarimiz uchun har xil kolgotkilarimiz bor. Bular bantikli, qoshli, har xil variantda, rangli variantlari ham bor, yupqaroq variantlari ham bor. 25, 35 ming, 38 ming, 23 ming turiga qarab ketaveradi. Masalan, shu 39 ming so'm. Bular uning bantikchali, ichlari nachos, cho'zilib qolmaydi. Qizlar uchun qo'shray bo'lib turadi. Keyin o'g'il bolalar uchun ham bor. Ha, podarka uchun ham zo'r. 30 ming so'mdan o'g'il bolalar uchun ham bor. Har xil nalarni, chalorlarning ichlaridan kiyish uchun qishda har xil variantdagilari bor. Yoshini qarab tanlab olsa bo'ladi. Keyin kiyimlarga keladigan bo'lsak, qizlarimiz uchun shuning troykalarimizdan bor. Ustida shuning kurtkasini ichi ham qalin. Keyin koftasini ham ichi nachosli, pastida shuning kiloti bor. Kiloti ham ichlari nachosli. Bu troykamiz narxi 265 ming so'mdan. Xuddi shu narsamizni boshqacha modeli ham bor. Bu model ham qo'shira kelgan. Bu knopkali varianti. Ichlari qalin. Pastindagi trikosi ham ichlari nachosli qalin. Bu troykamizni ham narxi xuddi shuning 265 ming so'mdan. Keyin Vanilla firmasidan shuning yupqaroq troykamiz bor. Materiali stretch material. Yuvsa ham yechatmaydi. Ishtoni bilan. Keyin shuning variant troykalarimiz ham bor. Bularning ichlari ham qalin. Trikosi ham qalin. Bu troykamizning narxi 152 ming so'mdan. Keyin xuddi shu narsamizni boshqacha varianti 136 ming so'mdan. Buni ham ichlari qalin. Keyin kichkina qizaloqlarimiz uchun shuning chalorlarimizdan bor. Buni ham ichlari nachosli, qalin variant. Narxi 144 ming so'mdan. Chalorimizni buning kilot varianti ham bor. Qo'shray turadi. Bu ham qo'shray bo'lib turadi. Har xil koftalar bilan kiyib qo'yish uchun ichlari nachosli. Chalorimizning narxi 152 ming so'mdan. Keyin kichkina papalar uchun shuning ichida bodiki, to'ppisi, qo'lliki, даже pampersnacha bor, to'ppalari bilan narxi 52 ming so'mdan. 32 ming so'm ekan. 32 ming so'm. Murskoy varianti ham bor. Shuning har xil. Unda pampers chiqmagan ekan. Keyin o'g'illarimiz uchun shuning sportivkamiz bor. Bular razmerli, katta yoshdagilar ham bo'ladi, keyin kichkina yoshdagilar uchun ham bor. 170 ming so'mdan, ichlari nachosli, pastida shuning trikosi bor. Plashovka qo'yib ishlangan, kisali variant. Bu ham qo'shilib bo'lib turadi. Ava, birinchi, ikkinchi klass bola maktab bolalariga ham to'g'ri keladi. Trikosi uzun. Razmeri, ul razmericha kelgan. Bu xuddi shuni, boshqacha varianti bor. Seri bolutoy rangi, keyin seri rangi bor. 170 ming so'mdan. Bu 161 ekan. Busi 212 ming so'm, yosh jihatdan farqlanadi. 170. Eng kichkinasi arzondan sal qimmatlidir razmeriga qarab. Keyin bu narsamiz troyka bu ham. Ichida o'zining HB koftasi, qalin shuning ustki plashi bor. Keyin buni narxi 425 ming so'm. Bular Turkiya modeli. Chalorlari koja ishdan, ichlari nachosli, qalin, kачествоsi zo'r degan. Keyin bu o'g'il bolalar uchun ustida shuning kurtkasi, ichida HB futbolkasi, keyin nachosli trikosi bor. Trikosi ham qo'shray bo'lib turadi. Ipli qo'shray. U boshqacha modeli, bu ham xuddi shu narsa. Narxi 255 ming so'mdan.
Hakim. Esa. Las görsün. Bir de bahası yazmak. Hiç gitkesin. Ava 130 ming so'mdan keyin. Ha, bular üstünde Uyg'unlar özünü birga sotuvchi narsa. bomberi, içinde hujisi, trikosi bor. 265 ming so'mdan. Bu modeli ham bor. Bu ham boshqaroq bo'lib turadi. İçlari ham qalin. Bu rengi bor ekan buni. 3 xil varianti bor. Ming so'mdan keyin bu Bu dvoyka. razmerlari 3 yashacha bo'ladi bular. Razmerlari 1-2 yoshdan 3-4 yoshgacha, barcha yoshidagi bolalar bo'ladi. Eng katta razmerdagi ham bular. Keyin qizlarimiz uchun shuning dvoykalarimiz bor. Buni ham ichlari qalin, jinsi chalori bor. Chalorning ichi ham nachosli. Narxi 184 ming so'mdan. Buni ham razmeri shu 1-2 yoshdan 4-5 yoshgacha bor bolalar uchun. İkisi 184 ming so'm. Chalor necha so'm edi? 144 ming so'm. Chalor 144 ming so'm. 144 ming so'm. Buni ikkisi esa 184 tushadi. 184 tushadi. İkisini olgan udobniyroq keladi. Rengi bor ekan. Buni boshqacha ekan. ava buni chalori boshqacha, sultanchik chalorda. Bu narxi? Buni ham narxi xuddi shuning 184 ming so'm. Keyin shuning Turkiya modelida koftasi, pastda esa yubka shortik bor. Orqasidan shortik, oldinda yubka bo'lib turadi, hoshroq. Keyin bu variantimiz. Narxi so'm buni. Buni narxi 255 ming so'mdan. Bu Pekin fabrichniy narsa. İçinde o'zining sarafani, üstünde shuning kostyumchiki bor. Buning narxi 240 ming so'mdan. Bunda bir dona qoldi o'xshaydi. Bundan bir dona. Razmeri 150 razmerda bor. Taxminan 4-5 yoshar qizlarga to'g'ri kelib boradi. Keyin shuning sviterlarimiz bor o'g'il bolalar uchun. Buning modeli bor, buning varianti bor. Buning narxi 115 ming so'm. Buning narxi 170 ming so'm. rengi bor. 3 xil rangi bor, korичневый, голубой, keyin buning balotu yashil rangi bor. Bulara aytgancha 20% cashbackimiz ham bor axir shu haftaning oxirigacha. Haftaning oxirigacha 20%. xohlagan narsangizni xarid amalga oshirsangiz, xaridingizni 20% miqdorida cashbacklarga ega bo'lasiz. Ya'ni cashback nechik narsa, masalan, tushuntirib o'tib ketsam, sotib olasiz va keyin buni 20% bo'ladi. Yana qolaversa olib ketsangiz bo'ladi. Masalan, buni oldingizda yanini 34 ming so'm Kolgotki sotib olsangiz bo'ladi. Olib ketsangiz bo'ladi yani. Dükanimiz tarafından beriladi. Bu 20% cashback faqat 8-fevralgacha bo'ladi. Cashbacklarimizdan foydalanib uspeta tıkalımlar. Keyin bu Zara firmasından shuning dvoykamiz bor. Bilasizlar, Zara firmasi timzor firmalardan biri. Men ham o'zim ham eng ko'p olib kiyzadan. Narxi 176 ming so'mdan. Kачествоsi zo'r. Dvoyka bular. Bu murskoy? Murskoy. Murskoy. Boshqacha rasvetkasi. Bu vanilla. Vanilla ham xuddi shuning zo'r firma. 208 ming so'mdan. Kapishonkalı variant. Zo'r. Keyin bu variantimiz troyka bular ham. İçinden shuning futbolkasi, jaketi, keyin ishtoni bor. Buning narxi 204 ming so'mdan. Pastdagi bu murskoymi? Bular murskoy. Bu ham murskoy. O'zining jins chalori bor. Keyin shuning futbolkasi bor. Kачествоsi zo'r. Bu ham turetskiy, bu 255 ming so'mdan. Turetskiy, bular Pekin. Bular 184 ming so'm. İçlari qalin nachosli, ishtonlari sultanchik etib ishlangan. Chalori. Bu ham chalordan manjetlar. Manjetlar. Mejbur ekanligi, o'zim yesim keldi. Bu jaketmi? Jaketi, keyin shuning sumchkasi bor. Mesela Türkçeler bir otururken ne oldu şimdi insanlar? Buni korичневый, keyin temno-siniy ranglari bor. Bahası somon? Buning bahasi 130 ming so'm. 130 ming so'm. Eminim dvoyka, trikoli variant dvoyka ham bu o'g'il bolalar uchun.
Buni ham ichlari nachosli. Trikosi ham удобный. Uydagi ish uchun, zo'r bolalar uchun. 136 ming so'm. Baqchaga kiyib bersa ham, baqchada удобный yurish uchun Yengil kiyim. yengil kiyim. Bu nechta? Bu Buni narsa qanchaga o'tib ekan? buni avvaldan shuning kisasi bor. 136 ming so'm. Ichlari nachosli. Kapishon hudi. Pastidan shuning trikosi bor. Kisali. Shkaflar hisobga qo'yiladi. Keyin bunday variant sportivkamiz ham bor. Ichlari nachosli. Pastida shuning trikosi bor. Buni narxi 195 ming so'mdan. Keyin qizlar uchun shuning sportivkamiz bor. Bular endi kattaroq yoshdagi qizlar uchun 210 ming so'm. Razmerlariga qarab baholari bitta o'zgaradi. Katta razmerlari qimmatroq, kichik razmerlar arzonroq keladi. Bular 195 ming so'mdan bunday varianti bor. Bu seriyasi ekan. Shu narsani servis, lekin razmerlarida farqi bor-da. Kichkinaroq. Keyin bardoy sveti bor. Bu ham 210 ming so'mdan, chunki bular ham katta razmerlarda kelgan. Maktab yoshidagi qizlar uchun 128 ming so'mdan shuning vязаный koftalarimiz ham bor. Katta sportivkalar. Bularning narxi ham 210 ming so'mdan. Shtanlari ham uzun. Bular maktab yoshidagilar uchun уже. Buni ham shuning seriya rasvetkalaridan bor. Buning narxi 232 ming so'mdan, chunki bular argaladan ham ul razmerlar. 5-6 O'rgaladi. Shu bilan qisqacha detisga dilimizdan obzor etib berdik. Do'konimizdan kelib 20% cashbackimizdan foydalanib qolinglar.